Mana bu videoni ko'ringlar-da, ajoyib gapim bor keyin sizlarga. Nima qilyapsiz? Mana shu sodir bo'lgan voqea joyida tug'ilib katta bo'lib yashagan inson sifatida men sizlarga vaziyatni tushuntirib bermoqchiman. Aynan mana shu joyda ko'pchilik voditellar peshxodlar o'tayotgan paytda yashil yongan bo'ladimi, qizil yongan bo'ladimi, yo'l berishadi. Mana shuni evaziga o'sha yerda yashaydigan aholi shu narsaga o'rganib qolgan. Mana shu voqea sodir bo'lgan joy Buxoro shahar, Peshko'y tuman, Yangi bozor rayonining markazi bo'ladi. Endi sizlarga bitta savolim bor. Hozirgi holatda haydovchi peshxodni urib yuborsa, kim haq bo'ladi? Haydovchini sudga olib borishadi, peshxod reanimatsionga ketadi, butun umr invalid bo'lib qolishi mumkin, haydovchi suddan yutib chiqadi. Endi aytinglarchi, kimni haq, kimni nohaq bo'lishi jonimizdan azizmi? Mana shunaqangi muammolar ko'pchilik voditellarni qiynaydi. Iltimos, opa-singillaringizga tushuntirib qo'yinglar. Opa-singillarimizga tushuntirib qo'yaylik, mana shunaqangi voqealar bo'lmasligi uchun yashil yonadimi, qizil yonadimi, o'ngga, chapga qarab ishonch hosil qilib keyin o'tishsin. Charchamanglar, salomat bo'linglar.